Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövanda diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dünya Uyghur qurultiyi bayonot e'lon qilib, Angliya bosh vaziri Keir Starmerni Londonda Xitoyning cho'ng tipdagi elchixona binosining qurilishiga ruxsat qilish qarorini qayta ko'zdan kechirishga chaqirdi. Xitoyning Londonda ochmoqchi bo'lgan cho'ng elchixona binosi qurilishiga ruxsat berishi Xitoy hukumatining Angliya zeminiga aralashishi mumkinligidan jiddiy andish paydo qilgan bo'lib, Angliya parlament a'zolari va axborot organlari Angliya hukumatini Xitoyning josuslik tahdidi va bu o'rinning London shahriga mulozimat qiladigan muhim aloqa simlariga yaqinligi va Xitoy hukumatining binoning ishki qurilmasini Angliya doiralariga oshkorlashni rad qilish qatorliq muhim bexatarlik xavflari to'g'risida ogohlantirgan bo'lsa-mu, Angliya hukumati 20 yanvar kuni xalqaro tashkilotlar, o'qituvchilar va Angliya xalqining qarshilik sadosiga qaramay Xitoyning Londonda ochmoqchi bo'lgan cho'ng elchixona binosi qurilishini tasdiqlagan. Dünya Uyghur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovuddin apandi Angliya Uyghur xalqining kuchli ittifoqdoshi bo'lib keldi. Bu yangi hukumat Angliyadagi Uyg'urlar va boshqa kishilarni qo'g'diy oladiganligini isbotlash kerak deganlarni o'ttirib qo'yib o'tgan bo'lib, qurultoy bu munosabat bilan maxsus bayonot e'lon qilib, bosh vazir Keir Starmer va Angliya hukumatini bu elchixonani qurishga ruxsat qilishni qayta o'ylashga chaqiriq qilgan. Qurultoyning bayonotida manalar o'ttirib qo'yilgan. Xitoyning Angliya organlariga aralashishi dalilsiz emas. 2025-yili Sheffield Hallam Universiteti xodimlari Beijingda Xitoy davlat bexatarlik xodimlari tarafidan so'roq qilingandan keyin Uyg'ur majburiy emgak tadqiqot turini to'xtatdi va universitet keyin bir Xitoy shirkati tarafidan da'vo qilindi. Angliyadagi Xitoyga munosabatlik sezgur temalarni tadqiq qilayotgan olimlar qayta Xitoy tarafidan qo'rqitish va besimga uchrayotdi. Angliyadagi Uyg'urlar Yevropadagi eng cho'ng diplomatik va nazorat qilish markaziga aylanadigan bu qurilishning tasdiqlanishining davlatlararo bostirish xavfini oshiradiganligidan cho'nqur andish qilmoqda. Angliyaning Uyg'ur davosini qo'llash va xalqaro jamiyatning diqqatini Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirishga jalb qilish jihatda kuchli tarixi bor. 2025-yili 7-oyda e'lon qilingan hukumatning baholashida Uyg'urlarning Sharq Turkiston va chet ellarda davlatning ziyonkashligiga yoki og'ir ziyonlarga duch kelish ehtimolligi borligi o'ttirib qo'yildi. Angliya parlament a'zolari Xitoyning Sharq Turkistonda qirg'inchilik qilayotganligini e'tirof qilish uchun ovoz berdi. Shundaqla Angliyada qurilgan mustaqil sud mahkamasi 2021-yili Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqiga qarshi qirg'inchilik qilayotganligi to'g'risida ochiq qaror chiqardi. Navbatda Sharq Turkistonda millionlagan Uyg'ur yana lagerlarda yoki turmalarda tutib turilmoqda. Uyg'ur ayollari majburiy tug'mas qildirilmoqda. Uyg'urlar majburiy emgakka solinmoqda. Maktablarda Uyg'ur tili cheklangan, hatto eng asosiy diniy hissiyotlarni ifodalashmo jinoyat deb qaralgan. Uyg'ur masjidlari, mozorlari, qabristonliklari va uylari vayron qilingan, bolalar oilasidan tortib olingan. Xitoy Uyg'ur kimligini yo'qotish va Uyg'ur xalqini majburiy assimilyatsiya qilishga va chet ellardagi muhojirat jamiyatlarini, kishilik huquq faoliyatchilarini qo'rqitish, tahdid silish orqali bostirishga urinmoqda. Bunda qo'rqinchli vahshiyliklar Angliya va xalqaro jamiyatning kuchli va moslashgan inkosini talab qiladi. Dünya Uyg'ur qurultiyi Bosh minister Starmerni Xi Jinping va boshqa Xitoy amaldorlari bilan bo'lgan suhbatlarida ularning kelar qatimli Xitoy ziyoratida Uyg'ur qirg'inchiligi masalasini mazmunliq va ma'nilik holda o'ttirib qo'yishga chaqirdi. Biz bu rahbarlarni Xitoyning Uyg'urlarga qarshi qirg'inchilik va boshqa kishilik huquq dafsanchiligini to'xtatishini va Xitoy bilan normal munosabat o'rnatish uchun kishilik huquq majburiyatiga amal qilishini talab qilishga chaqiramiz. Dünya Uyg'ur qurultiyining mazkur bayonotida tövandagi 4 turlik talab o'ttirib qo'yilgan. London shahrida yangi Xitoy elchixona binosi qurishga ruxsat qilish qarorini qayta ko'zdan kechirish. Xitoydagi rasmiy muzokaralarda, shundaqla kelgusidagi barliq ikki taraflik suhbatlarda bo'libmi ayrim delolarni o'ttirib qo'yishda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va boshqa og'ir kishilik huquq dafsanchiligini asos jihatdan o'ttirib qo'yish. Angliyada majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan tovarlarning savdosi va import qilinishini cheklaydigan majburiy qarorning ma'qullanishini ilgari surish. Xitoy hukumatiga Sharq Turkistondagi bostirish va sistemalik kishilik huquq dafsanchilik siyosatini to'xtatish va yaqinda tasdiqlagan xalqaro emgak huquqi akti nomalarini
Cümleden Xalqaro Emgek Teşkilatı'nı mecbur emgek to'g'risidagi 29 numaralı ehdinamesi ve mecbur emgekni bekor qilish to'g'risidagi 105 numaralı ehdinamasini to'liq ijro qilishga besim ishiltish. Xalqaro Kommunizm Qurbonlari xotir fondining tadqiqotchisi doktor Adrian Tens Yevropa komitetining mecbur emgek mutaxassislar guruhining hay'at a'zosi bo'lib tayinlangan. Xalqaro Kommunizm Qurbonlari xotir fondining tadqiqotchisi doktor Adrian Tens Yevropa komitetining mecbur emgek mutaxassislar guruhining hay'at a'zosi bo'lib tayinlangan bo'lib, bu guruh Bryusselda o'tkaziladigan doimlik mutaxassislar yig'ini orqali Yevropa ittifoqining mecbur emgakni tangshash qoidasining yetakchi prinsiplari ve ko'rsatkichlarni tekshirib tadqiq qiladi ve Yevropa parlamentining siyosat belgilash, mecbur emgak taqobil turishida plan ve yo'l qo'yish choralarini tonishtiradi. Yevropa parlamentining mecbur emgak nizomi mecbur emgak bilan yasalgan mahsulotlarni cheklashni yo'l qo'yib, ularning Yevropa ittifoqi bozorida setilishiga yo'l qo'ymaydi. Bu cheklash Yevropa ittifoqi ichida import qilingan yoki ishki iste'mol yoki eksport qilish uchun ishlab chiqarilgan barliq mahsulotlarga tatbiqlanadi. Bu nizam mecbur emgak chetishliq taxminan 27 milyon 600 ming odamga ta'sir ko'rsatadigan dunyoviy masalani hal qilish orqali mecbur emgakni yo'qotish uchun muhim bir qadamni tashlaydi. Mecbur emgak Xalqaro Emgak Teşkilatı tarafidan jazo tahdidi ostida har qanday bir odamni mecbur emgak soladigan va bu odamning o'z ixtiyori bo'lmagan ahvolda qilingan barliq xizmat yoki mulozimat deb bekitilgan bo'lib, jumladan kishilarning zo'ravonlik, qo'rqitish, qarz, kimlik hujjatlarini saqlash yoki ko'chmanlar idorasiga arz qilish tahdidi orqali ishlashga majburlangan ahvollarni ko'rsatadi deb belgilangan. Yevropa komitetining mecbur emgak mutaxassislar guruhi Yevropa komitetining ishki bozor, sanoat, korxonchilik va kichik va o'tir korxonalar bosh idorasiga mecbur emgak munosabatli qoida tuzumlarni yo'l qo'yishga rahbarlik qiladi. 2026-yili Yevropa ittifoqining mecbur emgak munosabatli ijro qilishga tegishli qonun va tuzumlarni yo'l qo'yishga tayyorlik qilish uchun muhim bir yil bo'lib, mazkur komitetning mecbur emgak xavf-xatari, sonliq ma'lumot ombiri va yetakchi prinsiplari iyunda e'lon qilinib, a'zo davlatlar dekabrda jazo tadbirlarini yo'l qo'yishga boshlaydi. Doktor Adrian Tens apandi 2021-yili Chexiya poytaxti Pragada ochilgan 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyi umum vakillar qurultiyida ve 2022-yili ochilgan 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashiga sharaf mehmoni bo'lib qatnashib so'z qilgan bo'lib, u izchil turda Uyg'ur xalqining haq-huquqini qo'g'dash uchun kuch chiqarib kelgan. 2021-yili Londonda ochilgan Uyg'ur sotidimi Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan zich hamkorlashib, mazkur sotning Xitoyning Sharq Turkiston yurgizgan qirg'inchilik siyosatlarini irqiy qirg'inchilik deb tanishida muhim rol o'ynagan edi. Xalqaro Kommunizm Qurbonlari xotir fondining tadqiqotchisi doktor Adrian Tensning Yevropa komitetining mecbur emgak mutaxassislar guruhining hay'at a'zosi bo'lib tayinlanishi Uyg'ur muhojirati va Uyg'ur xalqi uchun xo'shalnarliq bir uchur bo'lib, Adrian Tens apandi yillardan beri g'arb davlatlarini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, Uyg'ur majburiy emgiga munosabatlik eng muhim tadqiqot materiallari, jumladan 2022-yili 5-oyda e'lon qilingan Xinjiang soqchi hujjatlaridek muhim dalil isbotlar bilan ta'minlab kelmoqda. Afg'onistonning poytaxti Kabulda Xitoy fuqarosiga oid bir kala go'shi uyg'urxonasida yuz bergan portlashda kam deganda 7 odam qazo qilgan, 10 necha odam yaralangan. Anatoliya agentligining xabar qilishicha, 19 yanvar dushanba kuni Afg'oniston poytaxti Kabuldagi bir Xitoy fuqarosining kala go'shi uyg'urxonasida portlash yuz bergan. Kabul soqchi idorasi bayonotchisi Xolid Zadran axborotlarga bergan bayonotida poytaxt Kabulning Yangi rayonida yuz bergan bu portlashning ko'plagan kishilarning qazo qilishiga sabab bo'lganligini aytgan bo'lib, voqeada kam deganda 7 odam qazo qilib, ikki Xitoyni o'z ichiga olgan 10 necha odam yaralangan. Xolid Zadranning aytishicha, mazkur voqea Yangi savdo rayonidagi bir mehmonxonani nishon qilgan bo'lib, bu mehmonxonada Xitoy shirkatlariga tava cho'ng ishxonalar, savdo markazlari va elchixonalar joylashgan ekan. Hindiston televiziyasi portlashning Xitoy sayohatchilar ko'p boradigan bir restoranda yuz berganligini ilgari surgan bo'lib, Afg'oniston Ichki ishlar ministrligining bayonotchisi Abdulmatin G'animo portlashda ko'plagan qazo qilgan va yaralanganlarning borligini jazmlashtirib, hozircha bu voqeada yaralangan va qazo qilganlarning salohiyatini oshkorlashni rad qilgan. Xitoyning zuvoni bo'lgan Xinhua agentligi portlash yuz bergan restoran xizmatchisining so'zini naql keltirib, portlashda bir Afg'oniston bexatarlik xodimi qazo qilib, ikki Xitoy fuqarosi og'ir yaralangan degan. Ammo Italiyaga qarashli bir jiddiy qutqizish organi yaqin atrofdagi doktorxonaga 7 odam yetib kelganda qazo qilganligini, 13 odamning jiddiy qutqizish bo'limiga yetkazilganligini aytgan.
Afg'oniston bexatarlik doiralarining bergan uchurida Kabulda yuz bergan hujumning Xitoy fuqarolarini nishon qilganligini aytgan. Hürmetli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.